Savol. Assalomu alaykum Abdulaziz doktor. Bizning Makka Madinadagi do'konda va boshqa butun do'konlarda to'qqachirab qo'llaniladigan tamaki tutashtiradigan chaqmoq sotilyotidi. Hojilarda bu xil chaqmoqni hadiyalik uchun ism yozdirib sotib olish to'lqini qo'zg'aldi. Buni sotsak gunoh bo'lamdi? Tafsili javob berilsa, bilib olsak. Alloh rozi bo'lsin. Javob. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Iste'mol qilguvchilarga va atrofdagilarga ziyonli ekanligi, pul molni zayo qilganlik ekanligi isbotlanganligi va insonning o'ziga zulm solganligi bo'lganlik jihatdan tamaki chekish haromdir. Alloh taolo o'zinglarni o'ltirmanglar. Alloh haqiqatan sizlarga nihoyat mehribondir degan. Yana o'zinglarni halokatga tashlamanglar degan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'ziga va o'zgalarga ziyonkashlik qilish yo'q degan. Yana pul molni zayo qilib o'tishdan to'sqan. Buningga asosan tamaki tutashtirish qilib qo'llaniladigan chaqmoqni ishlab chiqarish, bozorga solish, yo'tkash va setish harom bo'ladi. Uningdan topgan kirimmi harom bo'ladi. Boshqa joylarda bu harom bo'lgan ekan, ulug' diyor bo'lmish haramda buni setish gunohni texmi ig'irlashtirdi. Allohning baytiga haj umriga borganlarning bu turlik harom narsani boshqalarga hadiya ilish, hojirlik sifatga yarashmaydigan qilmish bo'lishning ustiga haromga tashviq, haromni qulaylashtirishdir. Natijada sotquchimi, hadiya olg'uchimi gunoh va zulmga hamkorlashgan bo'ladi. Haq taolo gunohga va zulmga yordamlashmanglar. Allohning azobidan qo'rqinglar. Allohning azobi haqiqatan qattiqdir deydi. Bu qilmishlarni sodir qilganlar tavba qilishga aldirg'ay. Alloh eng to'g'risini bilguchidir.